100 kunligi. Xo'p, Hamid aka bir so'z bilan yoki bir matn bilan deydimi aytganda Trampning 100 kunligi qanday baholanadi? Bugun va tarixda sizningcha. Trampning 100 kunligi menda shunday bir tasavvur paydo qiladiki, o'sha 2024-yil 13-iyulda o'sha Pensilvaniya shtatida qulog'iga tekkan o'q bilan butun energiyasi chiqib ketgan odamday, ya'ni Tramp qulog'iga tekib qon bilan prezidentlik mohiyatini yo'qotib qo'ygan odamday, ya'ni shu edi. O'sha paytdagi maqtovlar, o'sha paytdagi uning prezidentlik sinovlari hammasi o'tganligi bilan bog'liq va bundan buyog'iga 100 kun o'tadimi, 1000 kun o'tadimi, biz ko'ryapmizki, Trampning oldiga qo'ygan vazifalarni bajarishga yetarlicha kuchi, bilimi, tafakkuri, intellekti mavjud emasligini ko'rsatyapti. Tabiiyki, aynan o'zining bugungi holatiga mos nima ham yiqqan, komanda ham yiqqan, guruh ham yiqqanki, bular ayrimlarini hech qanday bir nimasiz, mubolag'asiz deylik, juda ham shubhali odamlar deyish mumkin. Aynan mana shu 100 kuni mana shu ta'rif bilan o'tdi desak bo'ladi. Rahmat. Hamid aka, mana endi Amerika Qo'shma Shtatlari katta davlat, aqlli insonlar ko'p, tahlil markazlari bor. Shunday bo'lsa-da, demak, siyosat mana shunday davom etyapti. Ya'ni bojlar qo'yilyapti, bojlar olinyapti. Ya'ni kimlargadir tahdid qilinyapti, u qaytarib olinyapti. Urushni bir kunda tugatish va'dasi berilyapti, keyin bu hazillashgan 100 kun o'tib ketdi. Bu demak, keyin agar yana shunday davom etaversa, men bundan chiqib ham ketamiz, deyapti. Siyosatda bu mumkinmi o'zi? Albatta, siyosatda turli xil davrlarda kutilmaganda turli xil insonlarning kelganini ko'rishimiz mumkin. Bu biz antik davrni olamizmi, qadimgi davrni yoki o'rta asrlarni olamizmi, davlatlarga mana shunaqa kutilmagan insonlar yoki hattoki ahmoqona insonlarning kelganligini ko'rishimiz mumkin. O'sha bu Karaklni olamizmi, nimadagi Rimdagi yoki Komutni olamizmi, yoki xuddi shunday kutilmaganda Gitlerning hokimiyatga kelganligini yoki Pol Potning hokimiyatga kelganligi, bular mutlaqo adekvat bo'lmagan va ular miyasidagi ma'lum bir g'oyani amalga oshirilishida u qanchalik chiroyli bo'lmasin, juda ham ko'p qon to'kilishi mumkin bo'lsa ham, bunda insonlarning hokimiyatga kelganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun siyosatda bu qandaydir bir yangilik sifatida qaramasligimiz kerak bo'ladi. Lekin Amerika masalasida Ardo'j aka, men bir narsani aytardimki, o'sha esingizda bo'lsa, biz offline uchrashuvlar o'tkazganimizda ayrim tahlilchilarimiz Amerikaning siyosiy institutlariga shubha bildirgan edi. Lekin Trump, men shu narsani sezgan edimki, 1 yilning ichida, kamida 2 yilning ichida Amerikaning siyosiy institutlarini butunlay ishdan chiqarib tashlab bo'lmaydi. Bugun Amerikani orqaga qaytarayotgan bu Xitoy ham emas yoki qandaydir savdo urushlari ham emas, u o'zining mana shu resurslari bilan xohlagancha jinnilik qilishi mumkin edi. Lekin uni to'xtatayotgan, biz buni ko'rmayotgan bo'lsak ham, bu Amerikaning turli xil siyosiy institutlari, ya'ni shu kungacha shakllangan siyosiy institutlari deyishimiz mumkin bo'ladi. Va afsuski, masalan 1 yil 2 yil tushunarli, lekin masalan bunga jiddiy bir qarshilik ham ko'rinmayapti. Ya'ni umuman olganda Amerika Qo'shma Shtatlari aholisi Trampni sayladi. Unday olib qarasa, Amerika Qo'shma Shtatlari aholisi bundan oldin Tramp qandayligini bilmasdi deyish ham qiyin. Taxminan tushunarli edi va hokazo. Demak, ko'pchilik bo'lib ovoz berdi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari institutlari shu jamiyatning bir bo'lagi yoki ular orasida farq bordimi? Albatta, o'zi saylov vaqti bilan saylov bo'lmayotgan davrdagi insonlarning o'sha siyosiy aktivligi, ularning tafakkuriga ta'sir ko'rsatish texnologiyalarini bu yerda hisobga olish kerak bo'ladi. Aynan saylov jarayonida bekorga emas, milliardlab pullar sarflanishi. Turli xil tadbirkorlar, boshqalar tomonidan insonlarning ongiga ta'sir ko'rsatiladi. Bu juda ham yaxshi
ishlab chiqilgan. Lekin Tramp birinchi davridan farqli o'laroq juda ham radikal qarorlarni qabul qilishni boshladi. Aynan o'sha berilgan nimalar bo'yicha, va'dalar bo'yicha hammasi xalqqa berilgan va'dalardan kelib chiqyapti. Lekin xalq bunday ijro etiladi deb o'ylamadi bu narsani. Misol uchun Tramp ikkita masalada ichki siyosatda va'da berdi, ikkita eng katta masalalar, ikkita masalada tashqi siyosat bo'yicha va'dani bergandi. Birinchisi bu o'sha janubiy chegaralar nimadagi noqonuniy, nolegal insonlarni haydash masalasida edi. Eng birinchi va'dasi, shuning uchun ham ko'p ovoz oldi. Ikkinchisi bu soliqlarning ko'payib ketganligi. Aynan Baydenni tanqid qilishi mana shu ichki masalalarda asosan ikkita jihatga urg'u berilgan edi. O'sha nolegal Amerikada yurganlarni haydash masalasi va bu qanday bajarildi. Ikkalasi ham demak chala-chulpa bajarildi yoki ayrimlarni umuman bajarilmadi deyish mumkin. Masalan, mana shu nolegal Amerikada yurganlarni, migrantlarni haydash siyosati ham boshda ko'rdikki, juda ham katta bir o'ylanmagan harakatlar bilan boshlandi. Hattoki Amerika pasportiga ega bo'lganlarni ham qamashni boshladi. Va bu tabiiyki Amerika Qo'shma Shtatlarida sud institutining ishlashiga sabab bo'ldi va Amerika Qo'shma Shtatlarida ovoz berganlar ham bunday ijro etiladi deb o'ylamagan. Turli xil institutsional yo'llar bilan ijro etiladi deb o'ylagandi va mana shu ichki xavfsizlik xizmatiga olib kelgan rahbarini ham bugungi mudofaa vaziridan farqli emas bu odam. Ayol kishini qo'ydi. Kristi degan bir ayolni qo'ydi. Janubiy Dakotani nimasi edi? Gubernatori bo'lgan va u juda ham shubhali odam edi. Juda ham bu Dakotada qilgan ishlarini ko'radigan bo'lsangiz, yozgan kitobini qaraydigan bo'lsangiz ham boyagi o'zining iti va echkisini qanday otib tashlaganligi haqidagi yozgan nimalari u kitobidagi va buning bu darajadagi masshtabli ishni eplay olmasligi oldindan ma'lum edi va aynan bu ish ham demak Trampning o'ziga qarshi ishlaganligini ko'rishimiz mumkin. Trampning demak o'zining 19-asrdagi asrdan qolib ketgan o'sha iqtisodiy tafakkuri deymizmi, xuddiki 19-asrda uyg'onib kelgan prezidentga o'xshaydi va e'lon qilgan bojlari oxir-oqibat Amerikaning aholisining ahvolini yengillashtirish yo'lida tursin, og'irlashtirishni boshladi va Xitoyga boshlagan o'sha boj urushini agar orqaga qaytarmaydigan bo'lsa, yilning o'rtasiga borib Amerika Qo'shma Shtatlarida demak fuqarolari bu narsani o'zining tanasida his qilishni boshlaydi. U Amerika xalqiga bergan va'dalarni ijro etishdan boshladi, lekin bu institutsional ijro etish emas edi. Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi bu narsani kutgandi. U mutlaqo deylik bolta uslubida bu ishni amalga oshirishni boshladi. Tabiiyki bu 100 kunning ichida Trampning obro'si mana ko'p nimalarda, hisob-kitoblarda oxirgi 80 yillikdagimi bilmadim eng past prezidentning o'sha reytingini ko'rsatayotganligini aytayapti. Shuning uchun bu 100 kunlik menga yana bir nima tasavvur paydo bo'ladi G'ardo'jaga. Xuddiki Trampning yagona va oxirgi maqsadi Baydenni yengish bo'lgan. Bo'ldi, tamom. Shu bilan o'zida hech narsa topolmayotganday bu odamda. Hamma va'da beradi, orqaga qaytadi, va'da beradi, orqaga qaytadi. Va bilmadim, Xitoyga menimcha qarshi tura olmaydi bu boj urushida ham. Bu ketishida. Bu ketishida.